Tasavvur qiling, siz biznes qilyapsiz, mahsulot ham bor, lekin muammo shundaki, mijozlarning o'zi yo'q. Bozor hali mavjud emas. Biz O'zbekistonda shunaqa muammoga duch kelganmizda. Biz qimmatroq pasta, ya'ni Colgate Total 12 pastasini sotmoqchi bo'lganmiz. Va biz Total 12 ni qanday innovatsion pastaligini tushuntirdik, lekin sotuv uncha oshmadi. Keyin biz marketing tadqiqoti o'tkazdik va shuni aniqladikki, ba'zi chet hududlardagi aholi haftasiga bir marta yoki to'y yoki mehmonga borganda tishini yuvar ekan. Ha, shunday odamlarni ham ko'rdik. Keyin biz o'yladik, innovatsion tish pastasini targ'ib qilishdan oldin biz O'zbekistondagi chekka qishloqlariga ham borib, aholiga tishni kuniga 2 marotaba yuvish naqadar muhimligini o'rgatishimiz kerak deb qaror qildik. Shuning uchun biz butun O'zbekiston bo'ylab mahalla loyihasini ishlab chiqdik. 3 ta jamoa tuzildi. Ular region yurib, odamlarga og'iz gigiyenasini tushuntirishdi. Bepul tish pastalar tarqatildi. Eng qizig'i, natijada bir necha haftadan keyin odamlar do'konlardan Colgate tish pastasini so'ray boshladilar va chekka qishloqlardagi do'konlar ham Colgate'ni sota boshlashdi. Xulosa qilib aytganda, marketing bu reklama emas, balki odat yaratish, bozor yaratish, iste'molchilarga bilim berishdir. Agarda siz ham oddiy marketing emas, balki strategik marketingni o'rganmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'ling.